Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq Dorivor o'simligi. Ismi ko'chala. Rus tilida aronik deyiladi. Ko'chala soy va qirlarda joylashgan bo'lib, balandligi 40 santimetrlar chiqadi. May oyining oxirida, iyun oylarida pishadi. Ko'chalaning asosiy shifobaxshlik xususiyati ildiziga bo'ladi. Ildizini terib olib, bir soya joyda quritib olinadi. Quritib olinib, ildizidan kukun tayyorlab, yil davomida iste'mol qilsa bo'ladi. Ko'chalaning shifobaxshlik xususiyati oshqozon, yara kasalliklarida va ichak organizmlar kasalliklarida insonni kuchaytiradi va quvvat bag'ishlaydi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.